Mahallamizdagi chiroqlar o'chmasin. Qo'qon shahrida aholining elektr ta'minotini yaxshilash choralari ko'rilmoqda. Ushbu maqsadda Qo'qon shahar elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan mahallalardagi elektr tayanch ustunlari va elektr tarmoqlarini yangilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Oqoltin mahallasida olib borilayotgan ishlarda korxonaning yuqori malakali mutaxassislari va maxsus texnika vositalari jalb etilgan. Bahonada simlar yangilanyapti-da, endi u eski simlar bilmadim necha yillar bo'ldi ekan. Endi keyin mana bular aytishyapti, izolyatsiyalik simlar deyilyapti. Ochiq emas. Endi bu tomondan foydali bola chaqaga, odamlarga bezopaslikda xavfsiz bo'ladi-da o'sha kabellar hozir qo'yilgan. Shunday deb tushundim men. Bu yerda Oqoltin mahallada eski stalbalarni olib, o'rniga yangi stalbalar qo'yib, tarmoqlarni yangilamoqdamiz. Liniyadagi simlarni yangilab, o'rniga yangi sip kabellar tortib kelinadi. Umumiy hisobda 125 ta ustun hisoblangan. Hozirda 75 tasi o'rnatildi va qolgani dastur davomida o'rnatib boriladi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari doirasida Xavfsiz va obod mahalla dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar aholining ijtimoiy muammolarini hal etish va elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlashga qaratilgan. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.